İncirsan, nomlaga. Sho'rbodir ingliz tilida nima bo'ladi? Nima bilmaysan. Men san paytingda to'rtta tilni bilardim. Oyingga tortgansan-da. Kimlar yozsa? Devishga qolma. Kecha siyib qo'yganingni ham yozgan. Men san paytingda urgan qo'llarni anaqa yumshoq ovqat Biza paytda unaqa nozik bolalar yo'q edi. Ha, chesnok yesang, o'yinlarga bekorga yetmaydi, suv ovqat yegin deb. Yurasanlarga. Dodingni beligini olgin-da. Bozorga o'tib kel. Chiqib guruch olib kelasan. Pishkom. Belingni qoldirib ket. Biz salam paytingda yurasan ko'chada daydib. Mahallada Elyor bomimizga o'xshab ishlash kerak. Yurmasdan maktab. Elyor ham o'ylamagan bunaqa bo'lishini. Bechora ukam. U hozir o'rtoqlar, bir kunlik o'rtoqlar. Men Sardor akakim bilan raddonda tanishganmiz. Haligacha birgamiz. Rahmatli. Kecha ustozim bilan gaplashdim. Qolib ketdi gaplashib. Ko'z temas yaxshi ayol. Unga xabar olib turish kerak. Ustoz, qayerda yashaysiz? Qanaqa yuruvlaring do'dirab. Bezib ko'chaga chiqib ketdilar. Daydib, ayron bola masalan yeb, ukangni qara mana. Baqirlashib ko'z oldi. Kecha qo'limga ko'tardim, berib olib qoldi. Atvet qaytardim keyin. Sal gapga yig'irib olasan. Men yoshligimda adam o'rtog'imning adasi